Trabzon va Rizega birinchi marta kelsangiz, aslo bu xatolarni qilmang. Birinchi xato: ko'pchilik otelni Trabzondan bron qiladi, lekin eng mashhur lokatsiyalar asosan Rizeda joylashgan va masofalari anchagina uzoq. Ikkinchi xato: marshrutni noqulay tuzish. Siz birgina Ayder yaylasiga borib, yo'l-yo'lakay ancha joyni ko'rishingiz mumkin. Palavit sharsharasi, Elevit, Pokut, Gito kabi joylarni ko'rmasdan ketmang. Uchinchi xato: yaylalarga kechki soatda chiqish. Manzarani ko'rmoqchi bo'lsangiz, vaqtli yo'lga chiqing. To'rtinchi xato: havo haroratiga hech qachon ishonib qolmang. Rizeda ayni kunda quyosh, yomg'ir va tumanni ko'rishingiz mumkin. O'zingiz bilan soyabon, yomg'ir uchun maxsus kiyim va qulay krossovka oling. Beshinchi xato: vaqtni shahar markazida sarflash. Rizena go'zalligi tog'lar ichida, yaylovlarda va vodiylarda yashiringan. Oltinchi xato: shoshib sayohat qilish. Rize shoshib sayohat qiladigan joy emas. Ba'zan bir manzarani o'zida soatlab vaqt o'tkazishingiz mumkin. Bu videoni birga sayohat qilmoqchi bo'lgan odamingizga yuborib qo'ying. Trabzon va Rizega eng ishonchli turlarni 7 Travel sayohat agentligidan oling.